Sizda ham agar aynan qinni ichida emas, qinni tashqi tarafida, ya'ni katta jinsiy lablarda mana shunaqa qichishishlar, achishishlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bu aynan leykoplakiya, ya'ni kirovroz kasalligi borligidan dalolat beradi. Qichish bo'lyapti, achish bo'lyapti deb tampon qo'yib, har xil svechalar qo'yib, har xil kremlardan, mazlardan foydalanib, har xil antiseptiklar bilan yuvib yuradi, lekin bu aynan yaxshi bo'lmaydi. Bu kasallik hozirgi kunda juda ko'p ayollarimizda uchrayapti. Sababi buni uchrashga har xil gigiyenik vositalar, har xil boyagi intim gellar, har xil sovunlardan foydalanish, mana shunaqa narsalar, sintetik matolar, hattoki mana bu sintetik ichki kiyimlar, mana shularning natijasida aynan o'sha terini butunligi buziladi va u yerda aynan ikkilamchi infeksiyalarda tushishi natijasida u yerda qichishish, achishish paydo bo'ladi. Va ayol tinimsiz unga chidolmaganda qichishib, achishtirgan sari aynan o'sha yerda terini ko'chishlari, terini butunligi umuman buzilishi yuzaga keladi. Bu kasallikni hattoki shunaqa bemorlarim bo'lgan, aynan Samarqand shahriga borib, Toshkent shahriga borib, o'sha joyda terisini kestirib, boshqa terini ko'chirib, tiktirib kelgan paytlari ham bo'lgan. Sababi aynan o'sha qichishish shunaqangi yurakka tushib ketadigan qichishishni beradi. Ayolning qo'li to'g'risini esa o'sha yerdan umuman nima deydi, olinmay qoladi. Meni praktikamda ham mana shunaqa ayollarimiz juda ham ko'p uchradi. Men aynan mana shu ayollarimizga hozirgi kunda oltin standart bo'lgan lazer intim oqartirish muolajasini qilish orqali bu ayollarimizni davolab beryapman. Masalan, sintetika mato teksa ham yoki sovun yoki gel bironta bir nima deydi, tashqi tomonda bironta narsa tegadigan bo'lsa ham yoki bo'lmasa achchiq sho'r yegan narsalarimiz o'zi ham bu kasallikni yanada qo'zg'ashiga sababchi bo'ladi. Shunaqangi ayollar bo'lgan, anal teshigini atrofidan to qo'l sohasigacha butun nima deydi, o'sha sohani, o'sha terini butunlayiga nima deydi, egallab olgan leykoplakiya kasalliklarini o'z tajribamda ko'rganman. Sizda ham agar aynan qinni ichida emas, qinni tashqi tarafida, ya'ni katta jinsiy lablarda mana shunaqa qichishishlar, achishishlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bu aynan leykoplakiya, ya'ni kirovroz kasalligi borligidan dalolat beradi. Qichish bo'lyapti, achish bo'lyapti deb tampon qo'yib, har xil svechalar qo'yib, har xil kremlardan, mazlardan foydalanib, har xil antiseptiklar bilan yuvib yuradi, lekin bu aynan yaxshi bo'lmaydi. Bu kasallik hozirgi kunda juda ko'p ayollarimizda uchrayapti. Sababi buni uchrashga har xil gigiyenik vositalar, har xil boyagi intim gellar, har xil sovunlardan foydalanish, mana shunaqa narsalar, sintetik matolar, hattoki mana bu sintetik ichki kiyimlar, mana shularning natijasida aynan o'sha terini